Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Golland dili qrammatikasi dərsimizə xoş gəldinglar. Biz bugün 39-cu dərs təndaş münasibətə bağlanan qoşma cümlə, yəni neyfin, skikkində, samin, xistildi, zin uzun bir gəp. Yəni özünün ismiga layiq halda qoşma cümlə. Şu qoşma cümlələrinin sintakslıq bağlanış cəhətdən, türlərə bölünüşdən addi cümlə və qoşma cümlələr var. Şularning ichidagi qo'shma cümlelerni tanishib chiqamiz. Bu dersimiz cümle babiningki 9-cı qismi. Yani biz şu bütün cümlelerning grammatik to'g'risida bir yurish darslarini boshlagandik. Shuning ichidagi 9-cı qism. Aldı bilan qo'shma cümlening uqumi bilan aniqlamasi bilan tanishib chiqaylik. Yani qo'shma cümle ismidan chiqib turadi. Qo'sh ikki yoki ikkidan jiq, yani mazmun jihatdan bir-biriga munosabatli bo'lgan ikki yoki ikkidan ortiq oddiy jumlalarningki ma'lum sintaksli qoida bo'yicha birikishdan tuzilib bir qadar murakkab o'y fikrni ifodalaydigan jumla shakli qo'shma jumla deb ataladi. Masalan, mardlik go'yo bir bino bo'lsa, muloyimlik uning uludur. Yoki muloyimlik bir bo'ston bo'lsa, mardlik uningdagi qizil guldir. Yani bu cümle emniyette 4 cümleden tuzulgan. Lekin ma'na jihatdan bir-biriga mos holda kelib, yani murakkab o'y fikrni ifodalab kelayotidi. Yani bu cümle hozir biz mardlik bir bino, muloyimlik uning uli, muloyimlik bir bo'ston, mardlik uningdagi qizil gul deb ayrim-ayrim 4 cümle qilsak bo'ldi. Lekin bir-biriga munosabatli holatda bo'lg'achqa, yani murakkab o'y fikrni, bir mukammal bir o'y fikrni ifodalab bir-biriga birikib kelyapti. Yani qo'shma jumla degan dal mushundoq ikki yoki ikkidan ortiq jumlalarningki o'zaro birikishidan tuzilgan bo'ldi. Endi golland tilida qo'shma jumlalarningki ikki muhim turi bor. Birisi neyfin, skikkende, samen, xistildi, zin, yani tangdosh munosabatga bog'langan qo'shma jumla. Yana birisi onder skikkende, samen, xistildi, zin, yani biqindilik munosabatga bog'langan qo'shma jumla. Biz bugungi darsimizda asosliq neyfin, skikkende, samen, xistildi, zin bilan tanishib chiqamiz. Yani bu tengdaş münasebette bağlanğan qo'shma cümle degan vaqtimizda mazmuni bir-biriga munosabatlik bo'lgan bir qancha tarmoq jumlalarningki o'zaro tengdash munosabatda bog'lanib kelishdan tuzilgan qo'shma jumla. Yani bunda qo'shma jumlalarningki ikki muhim alohidaligi bo'ldi. Yani bular sintakslik jihatda bir-biriga biqinmaydi. O'zaro teng huquqliq bo'ladi, yani tengdosh munosabatda ikkisi bir-biriga teng holatda bo'ladi. Ondan ikkinchi bir xil alohidaligi bundaq jumlalar bundaq tengdosh munosabatda bog'langan qo'shma jumla tarkibidagi tarmoq jumlalar mayli intonatsiya, mayli bog'lag'uchi va yoki tinish belgilar orqali o'zaro bog'lanib bir butun qo'shma jumla hosil qildi. Golland tilida 5 tane tengdaş bağlıqçı var. Muşu 5 bağlıqçı bilan kelgan cümleler tengdaş münasibətdə bağlanğan qoşma cümle boldu. Yani bular en, mar, want, dus, of. Bunda cümlelerinin grammatikli qurulmasındakı en mühim bir alaydilik xoftsin qoşulğan xoftsin boludu. Yani xoftsin degeni biz burun ögünüp ötkendik. Yani xoftsin degen baş cümle degende, yani Golland tilida verb word, yani cümleninki fiili, xabari ikkinchi o'rinda keladigan jumlani biz xoftzin deymiz. Yani şuna bu tengdaş munosabatga bog'langan bu qo'shma jumlalardan grammatikal qurilish jihatda verb word, xoftzin normalda bayon jumla bo'lsa-ham ikkinchi o'ringa keladi. Yani savol jumla bo'lib qolsa, yani o'zining shakliga asosan savol jumla holatda keladi. Əmsə biz bu 5 tane tengdaş bağlıqçılar bilan hər birinin ma'nosi bilan bir-biridan misollar bilan tanışıb çıxaylı. Birincisi en. En deganning va ham degan ma'nosi bor. Yani en bu tengdaş bağlıqçılarning ichidagi biriktirgüchi bağlıqçılarga təbə. Yani bu 5 bağlıqçının hammasınınki bir ayrım-ayrım özüge xas xususiyeti ma'nosi var. Yani en degeni yani biriktirgüchi bağlıqçı. Yani ikki tane cümleni
bir-biriga biriktirib, bir bütünlikka aylandırdı. Misallar qarasanglar, the woonkamer is groot and the keuken is new. Yani mehmonxona uy cho'ng, oshxona uy bo'lsa va oshxona uy bo'lsa yangi. Yani hozir her ikkalisi uyga doir bir gapchi. Yani odatda bir uy desak, u uy degan mehmonxona uydan, oshxona uydan, yotoq uydan, oshxonadan, tozliq uydan tarkib topadi-ku. Hozir bu yerda shu ikki jumla hozir woonkamer is groot, yani mehmonxona uy cho'ng, keuken is new. Oshxona bo'lsa yangi deb, yani bir uyninki ikki qurilmasini tangdash holatda kelgan, bir-biriga bog'lab ilqi. Mush uy to'g'risida bizga tixinbek mukammal bo'lgan bir uchurni, bir butunlikni beryotidi. İkinci misal, ik ga in het weekend soms fietsen en ik ga soms ook wandelen. Yani men hafta ahırda bazı velosipedimen ve bazı da mengip seyli kılımen. De woonkamer is ruim en wij hebben 2 slaapkamers. Yani mehmonxona uy kengri ve bizning 2 dona yotoq uyimiz var. Ik heet Tumaris en hij heet Arslan. Yani mening ismim Tumaris, uning ismi bo'lsa Arslan deb. Yani qarasanglar, shu men hozir mush annem meni qizil rangda bo'yab qo'ydim. Ondan bütün xabarlarni ko'k rangda bo'yab qo'ydim. Qarasang, yani Xoftin boya dedik-ku, Xoftin holatda xabar ikkinchi o'rinda keldi deb. Yani hozir bu bog'lag'uchi ikki jumlani bir-biriga bog'lab kelyotidi. Har ikki jumlada xabar har doim ikkinchi o'rinda keladi. Yani an deganning va ham degan ma'nosi bor. Hem ikincisi mar degan amma lekin biroq degan ma'noda. Bu amma lekin biroq odatda bu ma'nisi jihatdan, turi jihatdan qarama-qarshi bog'lag'uchiga tava. Ya'ni bu ikki tarmoq jumlani qarama-qarshi holatda bir-biriga tangdosh munosabatda bog'lab keldi. Yani ilqi qarmoqqa bir ikki zid jumlani bog'lab turgandek bo'lsa-mu, lekin har ikkisininki o'ziga xos ayrim aloyidaligi bo'ldi. Misollar qarab baqsaq, yani ik wil graag in nieuw keuken. Yani men bir yangi oshxona xohlayman, maar ik heb geen geld, lekin mening pulim yo'q. Yani ilqi har ikkisininki o'zi ikkisi ayrim mustaqil ikki jumla, lekin zid holatda. Yani yangi oshxona xohlayman, yani oshxona bo'lish uchun oldidan pul olish, lekin pulim yo'q. Pul bo'lmaganligi uchun oshxonam qilinmaydi degan gapchi shu. Yani maar, amma lekin biroq. Is in bushalte dichtbij, maar ik ga meestal met de fiets naar mijn werk. Yani yaqin atrofda bir avtobus bekiti bor, lekin men ko'pincha ahvollarda velosiped bilan xizmatimga boraman. Yani avtobus bekiti olsun, men uni ishlatmayman, qo'llanmayman deb zid holatda. We hebben geen tuin, maar we hebben wel een balkon. Yani bizning bog'chimiz yo'q, ho'ylimiz yo'q, lekin bizning bir balkonimiz bor. Ik wil met de fiets naar mijn werk, maar mijn fiets is kapot. Yani men velosipedim bilan maktabga borishni xohlayman, xizmatga borishni xohlayman, lekin mening velosipedim buzilib qoldi. Yani qisqasi shunga borolmayman degandek. Yani maar, amma, lekin, biroq degan ma'noda shu bu odatda bu xil bog'lovchilar xarakter jihatdan bir-biriga zid bo'lgan ikki jumlani bir-biriga bog'lab keldi. Yani qarama-qarshi bog'lovchiga tava turi jihatdan. Keyingisi want deganning chunki degan ma'nosi bor. Yani bu sabab natija bog'lovchi. Yani bu ikki tarmoq jumlani sabab natija orqali bir-biriga tanglash munosabatda bog'lab keldi. Masalan, misollar qarasak, ik betaal niet veel huur. Yani men bekçik ijara tölemayman. Want çünkü yani bekçik ijara tölemeslikning sababi the flat is van mijn tante. Yani bu bina mening hammamning. Ik ga naar de avondschool. Yani men kechki maktabga boraman. Çünkü bir ishning sababi ik wil Nederlands leren. Mening Gollandcha o'rganishim bor. Ik moet veel werken. Men bekçik ishlashim kerak. Want çünkü ishlashning sababi zijn veel zieke collega's. Yani xizmatdoshlarim og'riq. Ik kan morgen niet komen. Men ayt kelinmayman. Want ik ben ziek. Çünkü men og'rib qoldim. Yani qarasanglar shu sabab natija. Har ishninki natijasi uning keyindan sababi want chunki. Ani ko'k rangda bo'yab qo'yganlarimning hammasi yana xabarlar. Buningga o'zinglar tahlil qilib baqsanglar bo'ladi.
Endi keldik düz. Şuna, şunlaşqa degan ma'noda bu ham biraz hem kuchaytirish ma'nosida ham sabab natija ko'proq kuchaytirish ma'nosida keldi. Masalan, ich bin sick, men og'rib qoldim. Düz ich kan vandaag niet werken. Şuna men bugun xizmat qilolmayman. Ik heb geen eten in huis. Yani uyamda yeydigan narsa qolmabdi. Dus ik moet boodschappen doen. Şuna men sodliq qilishim kerak. Ik heb een mooi nieuw huis. Dus ik ben heel blij. Yani mening bir chiroyli yangi uyim bor. Şuna men bek xushal. Ik heb geen auto. Dus ik ga met fiets. Mening mashinam yo'q. Şuna men velosiped bilan boraman. Yani düz şuna şunlaşqa degan ma'nosi bor. Yani ilqi cümlelerini yani kuchaytirish ma'nosida bog'lab, ba'zi sabab ma'nosida tarmoq jumlalarni bir-biriga bog'lab kelyotdi. Ham buningda men bütün xabarlarni ikkinchi o'rin qo'yib qo'ydim. Shu xofsinda bek diqqat qiladigan nuqtanglar Work word tweede plaats. Yani xabar ikkinchi o'ringa keldi. Shu bu tangdosh bog'lovchilarni ishlatgan vaqtinglarda shu grammatikalik uqumga alohida diqqat qilishinglar kerak. Endi keldik eng oxirgi bog'lovchi of. Of deganning yoki degan ma'nosi bor. Yani bu tanlama bog'lovchi, yani yoki ikki narsani tanlab, avmu yoki unda yoki bunda degandek. Masalan, ik fiets naar mijn werk of ik ga met de bus. Yani men xizmatimga velosiped bilan boraman yoki avtobus bilan boraman. Yani ikki xil tanlash ehtimoli bor. Velosiped bilan yoki avtobus bilan. Ga je op de fiets of ga je met de bus? Yani velosiped bilan boramsiz yoki avtobus bilanmi hozir? Savol jumla shaklida ikki xil ehtimollikda tanlash shaklida so'rayapmiz. Ga je werken of blijf je thuis? Yani xizmat qilamsiz yoki uyda qolamsiz? Xizmatga boramsiz yoki uyda qolamsiz? Ikki xil tanlash. Je mag bij mij blijven of je mag bij haar blijven. Yani siz menda qolsangiz bo'ldi va yoki uningda qolsangiz bo'ldi. Yani o'xshasham yani tanlash yoki yani bu tanlama bog'lovchiga tava yana shu work word pillarning hammani ko'k rangda bo'yab qo'ydim. Shunga buning ham alohida diqqat qilishinglarni tavsiya qilaman. Qisqasi tangdosh munosabatda bog'langan tangdosh golland tilida tangdosh bog'lovchidan 5 ta tangdosh bog'lovchi bor. Want, maar, en, of, dus. Bularning eng muhim alohidaligi bu tangdosh bog'lovchi hoftsin bilan hoftsinni bir-biriga bog'lab keldi. Ya'ni bosh jumla bilan bosh jumlani. Endi hoftsin degan qanday jumlada? Ya'ni work word ikkinchi o'rinda kelgan jumla. Xabar ikkinchi o'rinda kelgan jumla hoftsin bo'ladi. Shu eng muhim grammatik uqum shu. Endi inshaalloh keyingi soatlik darsimizda sizlar shu ma'nosida yoki ishlatishda eng qiynaladigan biqindi bog'lovchilar bilan bir-birlab tanishib chiqamiz. Ma'qul bo'lsa, keyingi qitimliq darsimizni ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar. Allohga omonat.